Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Mana Jahon bozoridan ustani o'zidan gorkamizni, penallarimizni, misol troykalarimizni video qilib chiqaryapmiz. Hozir razmerlarini, pullarini aytib o'tadi. Mana xudo xolasa birinchisi mana troyka. Troykamiz 330 lik eni, 3,5 metr. Mana shunday anaqamiz troykamiz 330 ekan eni. Bo'y qancha? 245. 245 ekan bo'yi. Xo'p. Mana bolonimiz gorkasi ekan. Buni eni necha? 280. 280 eni, uzuni 245. 245. Xudo xolasa ko'ryapsiz mana. 3,5 metrgacha sho'radi. Ha, mana mana ishimiz ham bor ekan. Chiroyli. Narxlarni ham aytib ketaylik. Xo'p, bir chekkadan mana troykamizdan boshlaymiz. Mana Troykamiz troykamizni 5,5 million, skitka narxida 4 million 600 ming so'mdan beramiz. ana skidka qilib 4 million 600 ming so'mdan berar ekan. Xudo xolasa gorkamizni ayting endi. Gorkamiz 4,5 million narxi, aksiya narxida 3 million 700 mingdan beramiz. Oo, bomba narxda bo'ldi. 3 million 700 ming so'mga mana gorkamiz bo'lyapti ekan. Buni ko'ryapsizlar mana. Xudo xolasa benuqson. Ustani o'zidan birinchi qo'ldan qabul qilib olasizlar. Upakovka holatida O'zbekiston bo'ylab jo'natib beradi. Xohlagan shaharga dastavkalarini kelishilgan holatda qilib berar ekan mana. Ishni ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yaverasizlar mana. Xudo xolasa. Ish sifatiga qarab turib baho berib qo'yasizlar. Mana mayodam yana troykamiz bor ekan mana. Chiroyligini ko'ryapsizlar mana. Xo'p. Troykamiz necha pul dedingiz? Oxirgi narxi 4 million 600 ming so'm aksiya narxida. aksiya narxida 4 million 600 ming so'm. Mana gorkalarimizni 3 million 700 ming so'm aksiya qilib yubordi. Andijon Jahon bozorida. Divan bozoridan deb turib telefon qilsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib upakovka qilib uylarga zo'r qilib yetkazib berish xizmatini qilib beradi. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonlarga dastavka Mana qo'shni davlatlarga ham dastavka qilib jo'natib berar ekan, xudo xolasa. Seximiz izboskanliklarga dastavkalari ichida bepul. Ana Andijonning izboskaniga dastavkasi bekarga ekan. Pashti mana Andijon shahar ichiga ham qilib beraveradi, xudo xolasa. Kelishtirib.